10-noyabr 2025-yil hafta kuniga dushanba Toshkent shahar Qoraqamishga o'sha har pashti 2-3 kunda masjiddan zo'r naslli g'unachilarni chiqarib borayotgan joyimizga yana kelganmiz. To'lagan do'stimiz uyiga bugungi sotuvga to'rbosh g'unachilarni sotuvga qo'yar ekanmiz. Narxlarni chiroyli qilib yo'lda qilib beramiz deb aytib, xudo xolisa qo'ldan kelishtirib berishga harakat qilinadi. O'rtoqlar, video syomkani boshladik. Birinchi o'rinda hozir bu mollarning bo'yini bitta o'lchab o'tib ketamiz, o'zingiz uchun bo'yini bilishingiz uchun o'rtoqlar. Qani, mana birinchi kichkinadan boshlaymiz. O'rtoqlar, oldingi syomkada bu kichkinani chiqargan edik. Buni hammasini bir joydan adashmasam Samarqandga savdo bo'lgan ekan, bunisi qolib ketib qolibdi. Narigilar sotilganning hisobiga endi boshqatdan savdoga qo'yiladi. Qani? Qanicha menga ko'rsatamiz. Xo'p. Bo'yi oldi tomoni 1.4 sm, orqa tomoni tez chiqaramiz, do'stim. Orqa tomoni o'rtoqlar 1.9 sm mana. 1.10 ga ozgina yetmayapti. Keyingisi tezlatamiz. Obunachilarni uzoq vaqtini cho'zmasdan tez qisqa video qilib berishga harakat qilamiz o'rtoqlar. 1.20 ga 1-2 sm yetmayapti. Qani? 1.18 orqasi. Orqasi 1.20. 1.18 oldi ham, orqasi ham barobar ekan. 1.18 dan. Hop, mana bunisi. Hop, bunisi. Hop, oldi tomoni 1.5 sm, 4 sm, orqa tomoni hop 1.17 ekan. Bo'ldi, endi tashqariga olib chiqib syomka qilib beramiz. Hop, o'rtoqlar, videoni boshladik. Hozir mana shu 3 bosh naslli g'unachilarimizni hozir chiroyli qilib video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Bitta jaydari buzog'imiz ham bor ekan. Uni narxidan hozir xabarim yo'q-ku, buni ham ma'lumotlarini olamiz. Qani do'stim, ketdi. Hop. Bo'ylarini o'lchab o'tdik, 1.18. Ehtiyot qilamiz, ehtiyot. Arqonga tushmaganmi deyman yaxshi. Voy jonivor. Qani? Voy jonivor. Hop. O'rtoqlar, bo'yini o'zingiz uchun примерно hisobini qilasizlar. Shu 1.18, 1.20 nari berisidagi g'unajinimiz. Necha oylik do'stim? 8 oylik. Oldingi mollarni egalariga topshirildi. Hamma xursand. Hammasi xursand. Buni ham endi chiroyli qilib yo'lda qilib berasan. Endi olgan odam baraka topadigan qilib. Qani, orqa yillarni bitta ko'rsatib beraylik. Voy jonivor, mana zapaskalarni qaranglar, so'skalarni. Mana. O'rtoqlar, molimiz bu tomondan bitta ko'rsatib beraylik. Mana jonivor. Yedishtilari qanaqa do'stim? Hech qanaqa problemasi yo'q, ha? Mana. Kallalar teti ekan. Glavnisi teti sog'lom narsalar. Narxini ham aksiya narxdan qilib beraman deb aytibdi. Qani bir eshitib ko'ramiz hozir. Molni bitta yaxshilab ko'rsatib beraylik. Yana bitta yurg'izib yuboraylik, qani do'stim. Oyoqlarini yaxshilab ko'rib olishsin. Mana jonivor. Mana. Mana o'rtoqlar. Endi asosan onlayn savdo qilib ko'rishayotgani uchun yaxshilab ko'rsatib beraylik deb harakat qilyapmiz. Hop, do'stim, nech pul narx qo'yamiz? Buni 15,5 narx qo'yamiz. 15,5 million. 15,5. Gap bo'lishunga emas. Zo'r. 7 ishtilari yaxshi. Hop, dastlabkasini nima qilamiz? Dastlabkasini kelishmoqmiz. Kelishingda. Qilib berilyapti qo'ldan kelgancha. Bo'ldi, yasha do'stim. 15,5 million kami bor. Hop, boyligimiz yonida sherigini ko'rsatib beriladi. Ketdi. Vaj jonivor. Mana bunisini qaranglar. Voy, bunisi lekin juda boshqacha narsa ekan. Ha, qaranglar ostilarini. Buniki ham zo'r. O'z ikkalasini jup qilib olsanglar akalar, juda qaragan ikkalasi bir-biriga. Bunisi ozgina kichkinaroq. Buni ham hozir ko'rsatib beramiz. Oldingi syomkada ko'rmagan akalarimiz bo'lsa, juda uzun, cho'ziq narsa bu ham. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Qatdan topasan bunaqalarni do'stim. Zakazmi-yu? Zakaz. Mana qaranglar. Qani?
Mana qaranglar. Bo'yini necha dedik? 18 mi? Shunaqa chiqdi. 1.20 dan xiyol qochyapti. Mana jonivor. Mana jonivor. Mana shoxi bormi? Ha, shoxlari bor ekan, mana kichkina shoxlari bor. Bu necha oylik endi? Bunisi 1 oylik kichkina, 7 oylik. Ha, bu 7 oylik. Qachonlarga qo'ysa bo'ladi endi buni? Buni bahorda boqishga Bahorda-ya. Mana 17-18 millionlik qimmatli qilyapti. Sal puli yengilroqdan bo'lsin deb rosa akalarimiz so'rashyapti mana sizlarga. Puli yengili. Sal kaltaroq o'sha eplolmayapsan? Bo'ldi mana. sho'xlik qilyapti dedi. Ha, teti ekan lekin. Qani, yurg'iz. Shu yoqqa, mana yoqqa. Yaxshilab ko'rishsin uni akalarimiz. Mana jonivor. Mana jonivor. Mana jonivor. Mana jonivor. Mana. Hop. Do'stim, nech pul narx qo'yamiz bunga? Bunga 15,5 kami bor. 15,5 million. Kami bor. Xo'sh, mashina kelib qoldi. O'rtoqlar mashina kelib qolgani uchun ozgina ko'rsatib berishga sal muammo bo'lyapti mana. Hop, xullas 15,5 million. Ha, 15,5 kami bor. Hop, narigini ham jupiga bitta etelib olsak bo'ladi. Shunda chaqirib bor. Sardor aka. Narigini yechib yuboring aka. Mana. Hozir o'rtoqlar ikkalasini jupiga ham yeteklab bitta ko'rsatib beramiz. O'zingiz uchun solishtirishingiga. Shunda jupiga 31 million. 31 million kami qilib beriladi. Qaranglar ostlarini, voy joning sog' bo'lgur, sigir bo'lgurlar. Mana. O'rtoqlar ham ikkalasini jupiga bitta yeteklab beradi do'stimiz. Qani olib keling. Mana akalar. Jupiga ham bitta yurg'izib ko'rsatib beramiz sizlarga. O'zingiz uchun bo'ybastlarini solishtirishingiz uchun. Mana jonivorlar. Bo'ldi, jan, nima qilma, yurg'izinglar sal. Yuringlar. Mana. Mana, opa singillar. Jupiga 31 million. Kami bor. Mana. Mana jonivorlar. Mana. Mana. Bo'ldi, joyiga boylab endi ani kichkinalarni ko'rsatib beramiz. Ketdi mana 3-inchisi. Yurg'izamiz. O'rtoqlar uzunligiga bitta ahamiyat berasizlar molni. Cho'zuv narsa ekan bu ham. Oldingi syomkada ko'rmay qolgan akalarimiz bo'lsa, mana yuruvlari, molni oyoqlari xudo xolisa baquvvat, xudo xolisa olib sigir qilib olishingiz uchun yaxshi, puli yengil variantidan. Hop. Do'stim, nech pullar qo'yamiz? 12,5 kami bor. 12,5 ha? Kamini qilib beriladi. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Yo'q. Kallalarni qaranglar. Evichlari zo'r. Bo'ldi jonivor. Mana, ketdi, joyiga boylaymiz. 12,5 million so'm kami qilib beriladi. Uni yurishlari ham boshqacha ekan. Yur jonivor. Arqonga zo'r tushmaganda hali. Hop. Mana 15,5 milliondan kami bor, 12,5 million so'm kami bor. Endi o'rtoqlar, mabtibti jaydari g'unajinimiz ham bor ekan. Buni hozir ma'lumotlarni so'raymiz. Men o'zimning xabarim yo'q to'g'risi. Qani, tez ko'rsatib beraylik. Ko'kidan sigir qilib olaman degan akalarimiz bo'lsa, bu qanaqa bu ma'lumoti? Aha. Bollari. Aha, jaydari mollada. Aha, hop. Hop. Bir joydan pul yechadigan joyi bor edi. Ha, pul yechishga. Aha. Pulni mashina olib kela qoldi. Pul bera olmaymiz deyishdi. Hop. Endi hamma molni ham o'zini xaridor bor, nobozor mana shunaqa mollar olib tashab qo'yishga qidirayotgan akalarimiz bo'lsa, narxi yaxshimi, tuzukroqmi, xudo xolasa endi? Narxi arzon. Nech pul narxi? 12 million kami bor, a? 7 ishtisi yaxshi. 7 ishtilari zo'r. Mana. Bizning uyda turibdi. Sog'lom. Sog'lom. Yoshi qanaqa buni endi? Yosh 1 yoshga yaqinlab qo'ygan. 1 yoshga yaqinlab qo'ygan, 7 ishtilari zo'r. O'rtoqlar qaranglar. Tuyoqlarni ham bitta ko'rsatib ketdik. Hozirgi kunda oqsil kasalliklari ko'p. Oqsildan chiqqan mol bo'lsa, sizlarga ma'lumot uchun mana tuyoqlari ajrab qoladi. Unaqa narsa yo'q bu mollarda, hech qaysida. Hozir men ham ko'rsatib beraman. Bu mollar xonadonda boqib turilgan ishonchli narsalar, xudo xolasa. 12 million, a? Ha, 12 million.
Buni ham dastavka qilib berasanmi? Ha, dastavkasini kelishamiz. Aha. Bera olmayman, deya olmayman. Buni yemlab olishga ham bo'ladi-da, tashab qo'yishga. Yemlab olishga ham bo'ladi. 12 million kami bor. Xo'p, video davomida xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdik. Kam ko'stiga rozi bo'lasizlar. Xudo xolisa olib sigir qilib olishinglar uchun mana yaxshi sifatlisi deganligi sifatlisi, o'rtachasi deganligi o'rtachasi. Mollar ketadi, chiqarilgan mollar hammasi egalari xursand. Mollar sotilib ketdi, egalariga bordi. Olganga, sotganga Alloh barakasini bersin. Telefon nomerlarini qoldirib ketaman. 99 kodi bilan 365 56 19 telefoniga aloqaga chiqib, qolgan nima savol javobinglar bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqib so'rab olishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.